Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Andijon mashina bozoridan syomkalarni boshladik. 2024-yilda ishlab chiqarilgan Onyx avtomobilimiz. Kraskasi top-toza deb aytib o'tilyapti. Aka uzra. Avtomobilimiz 4-pozitsiyada yurib o'tgan probeglari 39037 km ekan. Lyuki bo'lmaydi. Avtomat korobka, o'rindiqlari lattali bo'ladi, chexollari bor ekan. Gazi bormi buni? Gazi bor, 65 talik propan gaz ballonlari qo'yib qo'yilgan deb aytib o'tilyapti. Kapsula ekan mana. Qo'lga mana gaz ballonlari 2024-yilda ishlab chiqarilgan Onyx avtomobilimiz. Gazini aytdim, kraskasi, probegini aytdim. Puli necha pul? Puli 13600 kamaytirib beraman. 13600 kami bor deb aytib o'tilyapti. Xo'p, do'stlar, 2-3 ta mashina mana shu akamizdan ekan, hammasini ko'rsatib, keyin bitta telefon raqam aytib qo'yaman. Qaysi biri ekangiz? Yili? 23. 2000 yurgan 13200 kamaytirib beraman. 72000 yurgan kraskasi qayerda? Mana maytda ozgina bor. Mana mayt. Aha. Keling mana maytda ozgina bor. Ikkita detalli petnosi bor deb aytib o'tilyapti. Rixtovka ekani. Mana shu o'zi bilinib turibdi, do'stlar. Mana shu yerni nimagadir ushlab olgan ekan. Xo'p, do'stlar, 6-pozitsiyada ekan avtomobilimiz. 24 dedingiz-a? 24 dedingiz-a? 23. 2023-yilda ishlab chiqarilgan 6-pozitsiyadagi Onyx avtomobilimiz. Yurib o'tgani 73327 km. Ko'ringlar bor. Avtomat korobka lyuki boridan. O'rindiqlari kojinli. Shumka ham qo'yilgan ekan, do'stlar. Gazichi buni gazi. Avtomobilimiz benzinda deb aytib o'tilyapti. Narxini aytib o'tdi. Hozir keyingi mashinasini ko'rsatib, bitta telefon raqami aytaman, do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, yana narsalarni so'rab olishingiz mumkin. Mana kamkoslarini. 5-pozitsiya yili 24-23. 54 ming yurgan kraskasichi. Gazlari bor. Kraska mana maytda 8 ming. Tushunarli. Bitta detalli kraska, qolgan joyi toza deb aytib o'tilyapti. Mashina bek ekan. Do'stlar, 5-pozitsiya Onyx avtomobilimiz. Ballon holatlari deyarli yangi, to'tta yumshoq ballonlar qo'yib qo'yilgan ekan, do'stlar. Salon holatdan ko'rinishlari 5-pozitsiyadagi Onyx avtomobilimiz. 54857 km bo'lib yurib o'tgani. Yuklari ishlab turibdi mana 5-pozitsiyadagi Onyx avtomobilimiz. Narxini aytib o'tganda 14200 dollar kami bor deb aytib o'tilyapti. Do'stlar, telefon raqamlarini aytib o'taman. Aloqa uchun 91lik, 90lik, 540 01 69 raqamlariga aloqaga chiqasizlar, do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Navbatdagi Onyx avtomobilimiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi top-toza deb aytib o'tilyapti. Gaz qo'yilmagan. Gazlari yo'q. Avtomobilimiz 4-pozitsiyada ekan, yurib o'tgani 17143 km. Puli necha pul? 14200 dollar kami bor deb aytib o'tilyapti. Telefon raqami aytaylik-da. 93lik 058 37 97 raqamlarga aloqa chiqasizlar. Boshlab redlinegacha bor, 7sigacha. Pozitsiyalarida. Pozitsiyalar. Do'stlar, asl raqamga aloqaga chiqib, 1-pozitsiyadan 7-pozitsiyagacha bo'lgan Onyx avtomobillarni so'rasanglar, bor deb aytib o'tyapti. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. 2023-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi top-toza bo'lgan Onyx avtomobilimiz. Pozitsiyasi 6-pozitsiyada ekan. $54,632 km yurib o'tgan Onyx avtomobilimiz. Puli necha pul aka buni? 14000 dan o'tib beramiz. 14000 dollar kami bor. O'zaro nasiya savdo variant yo'llari bor. Anaqa yo'llar, batri yo'llari? Yo'q, balki bermaymiz. 90lik 258 22 03 raqamiga aloqa chiqasiz. Bittagi Onyx avtomobilimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan 1-pozitsiyadagi Onyx avtomobilimiz. Kraskasi top-toza deb aytib o'tilyapti. To'tta yumshoq ballonlari bor. Salon holatdan ko'rinishlari. Do'stlar, yurib o'tgani
9043 kilometr ekan. Gazi bormi aka buni? Benzindami? Puli nechi pul? 11300 dollar kam bor deb aytib o'tilyapti. Ko'ringlar tashlangan, to'rtta yumshoq balonlari qo'yib qo'yilgan ekan. Telefon raqami aytaylik. 90 258 2203 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Bunisi ham sizdami? 3 mi? Yilichi? 3-paysalda ishlab chiqarilgan 2023-yildagi 12 avtomobilimiz do'stlar. Bunga ham to'rtta yumshoq balon qo'yib qo'yilgan ekan. Yurib o'tgan probegni ko'rsatib qo'yaman. Qancha yuribdi? 17587 kilometr yurib o'tgan 3-pozitsiyadagi 12 avtomobilimiz. Mexanika bo'ladi, luka bo'lmaydi, o'rindiqlar lattali bo'ladi. Pul nechi pul aka buni? 11800. Gazi bormi? Yo'q, benzin. Benzindami? 11800 dollar kami bor deb aytib o'tilyapti do'stlar. Telefon raqamlari 90lik 258 2203 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Takror aytib qo'ydim. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib gaplashib olishinglar mumkin do'stlar. Mana Navbatdagi 12 avtomobilimiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi top-toza 6-pozitsiyada ekan mashinamiz. Balon holatlari. Puli nechi deyapsizlar aka? 25729 kilometr yurgan ekan. Narxini 14400 kami bor deb aytib o'tilyapti. Gazi bormi? Benzindami? O'zaro nasiya savdo barterlarichi? 10.000 puli bo'lsa 1-2 oyga beramiz. 1-2 oy ajdaniyasi bor, lekin naqd bor. Telefon raqami aytib qo'ying. 88 413 57 raqamiga aloqa chiqasizlar do'stlar. 2023-yilda ishlab chiqarilgan 12 avtomobilimiz 6-pozitsiyada gaz, propan gaz balonlar qo'yib qo'yilgan ekan. Kraskasi top-toza. Ruxsatnomalarchi? Necha oy? 4-5 oy ruxsatnomalari bor. 46277 kilometr yurib o'tibdi. Gazlari bor deb aytib o'tilyapti. Puli nechi pul? Buni 14100 dan o'tib beramiz. 14100 dollardan o'tib beramiz deb aytib o'tilyapti do'stlar. Do'stlar, bu mashinaga buni ulab ketdim. Oxirida yana bitta telefon raqami aytib qo'yaman. Yil nechi buni? Bu 24 aka. 2024 kraskasi toza. 2024-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi top-toza bo'lgan 12 avtomobilimiz. Pozitsiyamiz to'r 46831 kilometr yurib o'tgan. O'rindiqlarga chexollar tashlangan, ko'riklari bor. Gazichi gazi. 65 talik propan gazi bor, yumshoq bor, hamma narsasi. To'rtta yumshoq balon gaz propanlar qo'yib qo'yilgan ekan. Narsa tushunib, radnoyga alishgan kapoti. Kapot almashgan. Orqa kapoti. Ha, orqa bagaj. Ha, bagaj. Tushunarli. Puli nechi pul? Buni 13100 dan o'tib beramiz. 13100 dollar kam bor. Xo'p. O'zaro nasiya savdo barterlarichi? 10.000 bo'lsa 1 oy 2 oyga barter. 1-2 oy ajdaniyasi bor, dev mashinalarga barter bor ekan. Endi telefon raqami aytaylik. 88 413 57 raqamiga aloqa chiqasizlar do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Do'stlar, yordam berishda davom etamiz. Like, podpiskasidan chiqmasin. Pastda Telegram, Instagram kanallarimizni linklarini qoldiryapman. Ularga ham obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. 12 bozoridamiz. 12lardan Gentra Cobotlardan yordam berishda davom etamiz. 2023-yilda ishlab chiqarilgan 12 avtomobilimiz 5-pozitsiyada ekan do'stlar. Kraskasi top-toza. To'rtta yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan. Ko'rib baho berib qo'yasizlar. Luklarimiz ishlab turibdi ekan. Yurib o'tgan 50630 kilometr. Ko'ringlari bor. O'rindiqlari koja bo'ladi. Avtomat luklari bor. Puli nechi pul deyapsiz aka? 13900. 13900 dollar kam bor. Yaqinlashib olib ko'rsatib. Mana ma'lumotlarni yozib qo'ygan ekan. Telefon raqamlarini aytib o'taman. 93 910 06 60 raqami. Gazi bormi aka buni? Propani bor. Ha, propani bor ekan. Xo'p, navbatdagisi aka qaysi biri? Narichiga tashib oldik. Xo'p, 2024-yilda ishlab chiqarilgan 4500 kilometr yurib o'tibdi. Avtomat 13600 dollar kami bor deb aytib o'tilyapti. 4-pozitsiya avtomobilimiz. Kraskasi top-toza. Gazi qo'yilmagan, benzinda ekan. Salon holatdan ko'rinishlari 4589 kilometr bo'ldi.
Aka, bu mashinalarni o'zaro anaqasi bormi? Bo'lib to'lash deymizmi, barter deymizmi, shunaqa. Bo'lib to'lashga variant. Qancha vaqtga necha pul boriga? Bir 50% pulni bersa, Aha. 5-6 oyga beraveramiz. Mana hammasiga. Bor. Dev mashinalarga barterlar bor. Minimum qanaqa mashina bo'lishi kerak? Nexus 3mi, Spark ham olamiz. Sparkdan boshlanar ekan, bo'lmasam, aha, tushunarli. Navbatdagisi 2024-yilda ishlab chiqarilgan. 52 ming yurib o'tibdi. 4-paytsi avtomat ekan. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 13400 deb aytib o'tilyapti. Kraskasi top-toza, propan gaz ballonlari qo'yib qo'yilgan ekan. Avtomobilimizda to'rtta yumshoq ballonlar qo'yib qo'yilgan ekan, ko'rib baho berib qo'yasizlar do'stlar. Orqa tomondan ko'rinishlari. Propan gaz ballonlari qo'yib qo'yilgan, tayyor mashina ekan. Kraskasi top-toza deb aytib o'tilyapti. 4-paytsidagi 12 avtomobilimiz. 52638 kilometr. Ko'ringlar, tashab qo'yilgan ekan. Do'stlar, mana shu ko'rsatayotgan avtomobillarimizni o'zaro nasiya savdo bor ekan. 50% puli borlarga taxminan 6 oylarga bo'lib berishga beramiz. Dev mashinalarga Sparkdan boshlanib, bu yoqqa ketaveradigan mashinalarga barterlar bor ekan. Navbatdagi 12 avtomobilimiz 2024 ga 25 deb yozib qo'yibdi. Probegi 46 ming. Avtomat 4-paytsi ekan bu ham. Xo'p, kraskasi top-toza, metan qo'yib qo'yilibdimi? Buni metani bor, ha. Metan gaz ballon qo'yib qo'yilibdi do'stlar. Narxini sirasi aytib qo'yaman, $13500 kami bor. Salon holatdan ko'rinishlari 46373 kilometr. Ko'ringlar yo'q ekan, chexollari yo'q ekan. Keyingisini ko'rsatib o'taman. Aka, o'tib ketaylik. 2023-yilda ishlab chiqarilgan, 47 ming kilometr yurgan, avtomat 6-pozitsiya ekan. Petnos bor ekan buni. Qayerda aka? Qaysi detallar? Ha, bo'ldi, tushunarli. Avtomobilimiz benzinda, gazi yo'q, faqat naqd pulga deb yozib qo'yibsiz aka buni. $13500 narxini aytdim. Hammasiga hozir bitta telefon raqami aytib qo'yaman. 47492 kilometr yurib o'tgan, 6-pozitsiyadagi 12 avtomobilimiz. O'tgan yakshanba qo'yilganida takror bo'lib qolyapti do'stlar. Metan gaz ballonlari qo'yib qo'yilgan ekan. Ruxsatnomalari necha oy? 8 oy. 8 oy, 9 oy ruxsatnomalari bor deb aytib o'tilyapti do'stlar. Navbatdagisi. Ha, trekerda alohida qo'yaman, alohida qo'yaman buni. 12larni qo'yaylik-da. Bunisini aytdingmi, aytmadingmi? Buni birinchi qildik-a, bo'ldi. Bo'lmasa do'stlar, bitta telefon raqami aytib qo'yaman. 93lik 910 06 60 raqamlariga aloqa chiqasizlar. Ko'rsatilgan mana shu 4-5 ta mashinamizni o'zaro nasiya savdosiga 50% puli bor odamlarga taxminan 6 oylarga variant qilib beraman deb aytib o'tilyapti. Sparkdan boshlanib, tepasiga qarab yurib, dev mashinalariga barterlar bor ekan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. 2024-yilda ishlab chiqarilgan 12 avtomobilimiz do'stlar. Kapot ichida kraskasi bor deb aytib o'tilyapti. Qolgan joylari top-toza. Avtomobilimiz 4-pozitsiyada avtomat, to'rtta yumshoq ballonlar qo'yib qo'yilgan ekan. Avtomobilimiz yurgani 52093 kilometr bo'libdi. Propan gaz ballonlari qo'yib qo'yilgan ekan. Puli necha pul deysiz? $13000 kam bor deb aytib o'tyapti. O'zaro nasiya savdo barter yo'lini aytaylik. 91lik 609 33 99 raqamlariga aloqaga chiqasizlar do'stlar. 4-pozitsiyadagi rangi qora 12 avtomobilimiz kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. 24-yilda ishlab chiqarilgan 12 avtomobilimiz do'stlar, 6-pozitsiyada ekan. Kraskasi top-toza deb aytib o'tilyapti. To'rtta yumshoq ballonlari bor. Tanirovka ruxsatlarini so'rab ko'ramiz. Avtomobilimiz yurgani 99760 kilometr bo'libdi. Ko'ringlar, tashab qo'yilgan. Ruxsatnomalari necha oy ekan? Ruxsatnomasi martgacha. Martgacha ruxsatnomalari bor. Gazichi aka buni? Gazi bor. Propan. Balloni bor, propan. To'rtta yumshoq ballon, gaz propanlari bor ekan. Pul necha pul deyapsiz? Ular 14200. $14200 kam bor. Bozor qildimi aka, so'ramasa? 13,5 so'rashyapti. $13500 bozor ko'ribdi do'stlar.
Telefon raqami aytaylik aka. 93 93lik 071 071 15 00. 15 00 raqamiga aloqaga chiqasizlar aka. O'zaro nasiya savdo barterlari bormi yo'qmi? Bardir qilaveramiz, Nasiyasi yo'q. Xo'p. Eshitilaring do'stlar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan telefon raqamlariga aloqaga chiqasizlar. 2013-yilda ishlab chiqarilgan 36 ming yurgan 12 avtomobilimiz qancha barakaladi aka? 13 mingga 10 mingini 3 mingini 10 ming dollar pul berdi. 2 oy nasiyasi bor. Umumiy summa 13 ming sotildi. to'g'ri ekanda. Mana 4-pozitsiya ekan do'stlar, ma'lumot o'rnida aytib o'tdim.